Hammaga salom. Bugun roligimizda Kopli so'radi kommentariyada Grok Pace'da o'ynayman va tank vazifasini bajara olmayapman. Sborkalarim yordam bermayapti dedi. Shunga to'g'ri sborka tanlashni o'rganamiz. Xo'p, bizga misol uchun Mobile Legends o'z beradigan yoki top va igroklarning sborkasi ham ba'zida yordam bermaydi. Bu faqat sborka haqida gapirishamiz, emblem emas. Xo'p, sborka yordam bermaydi. Misol uchun topovini ko'rib chiqamiz. Bizda ijtimoiy poyezd bo'lyapti. Bu yaxshi, lekin ko'p даже o'zim ham ijtimoiy poyezdni har bitta naqasi bor. Uni ko'paytirishingiz kerak. Stack degan narsa bor va stackni даже o'zim ham Grokda juda ham ko'p yig'a olmayman. Grokda yig'ish qiyin, o'shaning uchun ijtimoiy poyezd uncha yaxshi bo'lib qolmaydi va Gospodstvolda bu yaxshi, lekin har doim ham emas. Shiboviy brani yig'ilgan, Besmertiy yig'ilgan, Zamorozka yig'ilgan. Topovый igrok. Besmertiy bilan Zamorozkani ko'plar yaxshi ishlata olmaydi, o'shaning uchun bu noto'g'ri sborka. Xo'p, ana endi to'g'ri sborkani aytib o'taman. Qanaqa yig'sak bo'ladi? Har doim ham bir xil sborka yig'ilmaydi. Nega? Ayniqsa tankka. Misol uchun, birinchi bo'lib eng ko'pi Gospodstvolda olganinglar yaxshi, chunki vampirizmga qarshi buni bilasizlar. Va qo'shimcha bizga fiziki, magический 40 защита beradi. Bu juda ham yaxshi. Vexana misol uchun, ili ADK leslarga qarshi birinchi bo'lib Gospodstvolda olamiz va ikkinchi bo'lib shu yerda savol tug'iladi. Misol uchun Oracle turibdi. Oracle uncha shart emas, chunki ikkinchi slotdan Oracle olinmaydi. Misol uchun qaysini olsak bo'ladi? Bizda dushmanimizda Vexana bo'ladigan bo'lsa, ili misol uchun Vale bo'ladigan bo'lsa, katta uron beradi va boshidan qiynaydi bizani. O'shaning uchun qanaqa breni olamiz? Shit Afina olamiz. Misol uchun Oracle o'rniga Shit Afina olinadi. Buni ko'rasizlar. Agar misol uchun Mag bo'lmaydigan bo'lsa, Shit Afina olinmaydi. Ko'ringlar. Misol uchun Aim'na Mag, Aim'n, Gust, o'shalar ham Mag. O'shanga qarab olinglar. Shit Afinani Gospodstvoldadan keyin olinglar. Undan keyin farmga chiqib qoladigan, bizga xalaqit beradigan bu les bo'ladi. ADK bo'ladi. O'shaning uchun ADK ko'pi чистый fiziki uron beradi. O'shaning uchun kiras solinadi 3-slotga. Gospodstvoldadan keyin Shitafinadan keyin kiras solganinglar yaxshi. Ana undan keyin уже xohlaganinglarni olsanglar bo'ladi. Ya'ni qanaqa xohlaganinglarni ADKga qarshi shipoviy brani bor. Bu hozirgi paytda zo'r effekt bermayapti. O'shaning uchun bizda yangicha chiqqan ko'plar ko'rgan bo'lsa kerak. Naplechnik. Hozir naplechnik topoli. Naplechnik hozirgi paytda bizga ADKlarga ko'proq yordam beradi. O'shaning uchun biz naplechnikni olsak bo'ladi. Misol uchun kirasidan keyin naplechnik olsak bo'ladi yoki Oracle olsak bo'ladi. Ya'ni misol uchun Grokda Oracle qanchalik kerak? Menimcha uncha kerak emas, o'shaning uchun Oracle olmasa ham bo'ladi. Xo'p. O'shaning uchun biz mana qolsak bo'ladi, shlem olsak bo'ladi. Shlem juda ham zo'r foyda beradi. Ayniqsa bazaga qaytmasalar ham bo'ladi. Shlem deganda mana bunaqa. Jon to'ldirib beradigan shlem va 1800 o'z qo'shib beradi. Ya'ni qo'shimcha jon qo'shib beradi. Shunda biz giroylarga qarab yig'amiz. Agar bizda Mag bo'ladigan bo'lsa, birinchi bo'lib Gospodstvolda olinadi, ikkinchi bo'lib Shit Afina olinadi yoki CIC breni. Qaysidir Magga qarab. Undan keyin diremni kiras olinadi. Undan keyin biz shlem olishimiz mumkin, jon to'ldiradigan va oxirida naplechnik olsak bo'ladi. Mana bu yaxshiroq sborka bo'ladi. Shunda yashash imkoniyati ham ko'proq bo'ladi. Agar misol uchun ularda 4 ta mag bo'ladigan bo'lsa, yoki 5 ta mag bo'ladigan bo'lsa, qanaqa bu? Misol uchun Granger ham magический uroni bor. Aim'n misol uchun ili Silvani opitga mag les misol uchun hamma les mag bo'lsa, o'shanda biz ham CIC brani, ham Shit Afina olsak, kuchliroq защита bo'ladi. Giroyga qarab teringlar, har doim sborkalarni almashtirishni o'rganinglar. Shunda ko'proq chidaysizlar tank. Hammaga xayr. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosib qo'yinglar.